Aziz birodarlar, Italiya bedanalari ochib chiqqan, bugun ochib chiqqan. Italiya bedanalarimiz mana 3 ta urug'langan tuxumdan 3ovi ham ochib chiqdi. Yugurishdi, bugun chiqqan jo'jalar mana shular mana bugun. Mana bittasiga yordam berdik chiqishiga. Shunaqa holat mana. Bu ketma-ketlik jarayon, ya'ni tuxumlar topilganda bunga teriladi mana. Kuni kelganda ochirib berish kuni, 15-kuni bunga olinadi. Va bunda ochirib olaverasiz. Namlik bunda balandroq bo'ladi, gradus sal pastroq bo'ladi. E'tibor bering. Bunda gradus sal balandroq, namlik pastroq bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar. Ikkita inkubatorda ketma-ket ochirishingiz mumkin. Lekin bitta inkubatorda bugun qo'yib, 5 kundan keyin yana 10 ta qo'yib ochirib bo'lmaydi. Chunki aylantirish to'xtatiladi. Mana bunda mana latok qiyshiq turibdi, aylantirish davom etyapti. Bunisida esa tekis qilib atroflariga mana shunday lattalardan qilib qo'ygan bedanalar pastga tushib ketmasligi uchun. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Ikkita inkubator bo'lsa mana orzu inkubatorlari 75 talik. Bemalol ketma-ketlik hosil qilasiz. Bedanalaringiz mana misol tuxum tug'di, ha? Bugun tug'di deylik mana. Hozir tuxumga kirgan bittasi bizlarnikini mana 4 ta 5 ta qilib 5 kunligini to'plab inkubatorga qo'yaveramiz mana. Yonginasida inkubator. Tindirib qo'yamiz va 15 kundan keyin 15-kuni mana bunga olamiz. Bu выводной deyiladi, роддом ochirib berish. Bunisi предварительный, ya'ni tayyorlab beruvchi inkubator bu. Roddomga tayyorlab beradi. Qisqacha qilib aytganda, ona qorni. Bunisi rodom, ko'paytirish, tug'ildirish. Yana bitta yangiligimiz bor, mana bunday polaptomat inkubator, mana shunday 12 voltga ishlaydi. Termoregulator 12W12.9, blok питания 10 amper. Mana shunday Texas Belay Gigant qo'ydik. Mana shu ochib chiqqan jo'jalarini Buxoroga, Ehsonga inshaalloh berib yuboramiz, podarka qilib. Yangi yildan keyin inshaalloh bugun qo'ydik. Aziz birodarlar, eslab qoling, mana shu ketma-ketlik ko'pchilik savol beradi. Bugun qo'yib 5 kundan keyin, bir haftadan keyin yana 20 ta qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, aslo bo'lmaydi. Bitta inkubatorda ochirib bo'lmaydi ketma-ket qo'yib. Ikkita inkubator bo'lishi kerak. Bitta inkubatorga qo'yaverasiz. Bir hafta 5 kunda, bunisida 15 kunda olib, lotok tekis turadi, ochirib olasiz aziz birodarlar. E'tibor bering.